Hammalaringizga mana bizning Boysun Qo'ng'irot elimizdan salom olib keldik. Assalomu alaykum. Mana bu Taji boboning necha yoshligiga 5 90ga qamchirabotini haydab borayotgan bularning to'yiga kelibsizlar. Hammalaringizga, yoshlarga ham, 7 yoshga ham, 70 yoshga ham, 8 yoshga ham, 80 yoshga ham salom. Mana bizning Surxondaryo viloyatimizda bugun bu suhbatda o'tirgan bobolar juda ko'p. Ko'plari balkim mening marhum otamni ko'rib qolganlari bordir. Eshitgansizlar. Sizlar ko'p vaqtni o'tkazgansizlar. Ana To'g'izda Xolyer boboni ko'rib qolgansizlar. Mana Istarada, Sherobodda Sherni boboni, Normurod boboni, Mardonaqul boboni, Normurod izboshini. Biz ham shularning kenja vakillari bo'lib hisobga kirib qoldikmi bilmayman. Xalq biladi uni hisobga kiritish kirmasligini. Biz uni kiramiz ham kirmaymiz deb aytilmaymiz. Bugun boboning to'yiga mana jo'rayib turdi bizning sinfdoshimiz. Mana Boyqulxon Eshonboyning o'g'li Eshonboyni ham ko'rib qolgansizlar. Bugun bir xizmat chiqqan keldik. Hammani shunday to'yga yetkazsin. Biz ham xalqning xizmatini qilib shu Tojiboning yoshiga yetaylik inshaalloh. Yaratgan Alloh taoladan madad tilaymiz. Amin. Qarilarga iymon bersin. Yoshlarga umr bersin. Mamlakatimiz tinch bo'lsin. Davlat talabga davlat bersin. Oxirat talabga iymon ato qilsin. Xudoyim taolo befarzandlarga ham bir qo'chqor boshli ularga ham uni ato qilsin. Yurtimiz tinch bo'lsin. Elimizdan chiqqan oqsoqollarimiz yurtimizni, xalqimizni yaxshi sayvoqil qilsin. Surxondaryo viloyatidan ketgan xizmatga ketgan otalarning bolalari, onalarning bolalari musofir yurtda harbiy xizmatda otasining bovriga, onasining hovriga, eliga, tuziga, obi nasibasi sog' salomat xo'jalik qilib jilovdor bo'lib, ular ham eson-omon kelsin. Hammani shunday yurtga yetkazsin. Bir maydon xizmat qilish bizdan.